Universitetdagi bir to'da talaba o'g'il va qizlari o'rmonga borishib, bu ishlari bilan o'rmon maxluqlarini uyg'otib yuborishdi. Universitetda o'qiydigan bir guruh talabalar, Jasur, Kamron, Dilnoza va Mohira ismli talabalar yozgi ta'til boshlanishi bilan bir oz sarguzasht ruhini his qilish uchun shaharning shovqinidan charchagan va ular uzoqdagi qadimiy bir o'rmon haqida eshitishdi. O'sha yerga borishga qaror qilishdi. Odamlar bu o'rmon haqida turli gaplar aytardi, go'yoki u yerda g'alati hodisalar sodir bo'lar, kechalari esa tushunarsiz tovushlar eshitilardi. Ammo yoshlari buni oddiy afsona deb o'ylashdi. Ular o'rmonga yetib kelishdi. Avvaliga hammasi juda chiroyli edi. Baland daraxtlar, qushlarning sayrashi, salqin havo, ular kulib suratga tushib, o'yin-kulgu qilishdi. Kamron hatto eski daraxtlardan biriga o'z ismini o'yib yozdi. Dilnoza esa bu yerda yotgan g'alati belgilar chizilgan toshni ko'tarib ko'rdi va uni uzoqroqqa irg'itib yubordi. Kutilmaganda tosh o'zidan katta bir xarsangga tegib ketdi. Shu paytda atrof birdaniga jim bo'lib qoldi. Qushlar havosi to'xtadi, shamol ham esmay qoldi. Havo o'g'irlashib, tushunarsiz sovuqlik paydo bo'ldi. Sezyapsizmi? Nimani deyishdi? Ovozlardan qandaydir sovuq havo, muzday havo eshitildi. Birdan uzoqdan past va g'alati gumburlashlar eshitildi. Daraxtlar orasida go'yoki kimdir kuzatayotgandek tuyulardi. Jasur kulib, "Qo'rqmanglar, bu shunchaki shamol" dedi. Lekin u ham ichida biroz xavotir sezayotgandi. Dilnoza ushlab turgan tosh birdan issiq bo'lib ketdi. U qo'rqib uni yerga tashlab yubordi. Tosh yerga tekkach, yer ostidan xuddi yurak urayotgan tovush chiqdi. Shu zahoti daraxtlar orasidan soyalar harakatlana boshladi. Ular oddiy hayvon emas edi. Uzoqdan katta qorong'u shakl paydo bo'ldi. Ko'zlari yaltirab turardi. Daraxtlar tanasiga o'xshash uzoq qo'llari sekin harakat qilardi. Uning ortidan yana bir nechta shunga o'xshash mavjudotlar chiqdi. Biz ularni uyg'otdik, dedi Kamron titrab. Bu o'rmon oddiy emas edi. U yerda qadim zamonlarda yashovchi maxluqlar, o'rmon ruhlari zamin qurgandi. Ular insonlardan yashirinib kelgan, ammo bezovta qilinsa uyg'onar va juda ham badjahl va jahli chiqar edi. Jasur asta hech kim qimirlamas dedi. Maxluqlar biri oldiga chiqdi. Uning ovozi xuddi daraxtlar shitirlashiga o'xshardi va baland ovozda "Bu yerda nima qilyapsizlar? Va bu maqsadda keldingiz?" deb gapirishdi. Va shundan so'ng ular bu yerda aylanish uchun kelganini tushuntira boshladi. Ammo bu maxluqlar ularga ishonmadi va 3 ta savol berishini aytdi. Agar javob bersangiz ketasizlar, yo'qsa shu yerda abadul-abadga qolasizlar va maxluqlarga yem bo'lasizlar, dedi. Shunda bir-ikkita maxluq savollarni aytib boshladi. U yurmaydi, ammo ortingizda harakatlanadi. Bu nima deyishdi? Shunda ular o'ylanib turib quyoshga qarashdi va quyosh o'sha vaqtda tik turgan edi va o'zlarining pastga yerga qarashsa soyalarini ko'rdi. Bu soya deb javob berishdi ular. Va ikkinchi savolni aytishdi va ular qo'llariga bir narsani ko'rsatishib, bu nima narsa deb so'rashdi. Ular o'ylanib, ularga ikki xil variant bor edi. Bulardan biri dutor, ikkinchisi tor edi. Ular o'ylanib, bu dutor deb javob berishdi. Shunday qilib ular ikkinchi savolning javobini ham to'g'ri topishdi. Va uchinchi savolga kelishganda esa ikkilanib qolishdi. Chunki savol shunaqadan iborat edi. U yerda, havoda, osmonda va suvda, koinotda zavq etdi. Barcha joyni egalladi, barcha narsaga egalik qildi. Ammo shu bilan birga barcha narsani, hattoki o'zini ham halok qilish ostida turibdi, deyishdi. Bu qanaqa mavjudot deganda, bu savolga javobni juda ham tezlikda Kamron topib qo'ydi va bu javobi inson edi. Sababi ular bu bir guruh talabalar o'rmonga sayohatga kelishganda ortidan juda ham ko'p miqdorda chiqindi tashlab yuborgan edi. Va mana shu tashlangan chiqindilar ortidan bu maxluqlar uyg'onib, g'azabi
duch kelgandi. Ya'ni mana shu chiqindilar ortidan maxluqlar g'azabi chiqqandi. Hissdan-hissa xullas insonlar biror joyga borganida o'zlaridan hech narsani tashlab qoldirmanglar. Xullas makalashga hamma narsani o'zlaring bilan olib ketishinglarni tavsiya beramiz. Yana mana shunaqangi kamron yoki homilaga o'xshab bir ish qilaman deb yana maxluqlarni uyg'otib yubormanglar.